Ular 2 bolali bo'lsa onalik rejimiga o'tadi. 3-bolada zombi holatiga. 4ta bolali bo'lsa yashab yurishini o'zi mo'jiza. Bolali onalar kunda faqat bir marta hojatxonaga bemalol kira oladi. U ham eshikni orqasidan mahkam ushlab turgan holatda. Ko'p bolali onaga qachon oxirgi marta dam olgansiz desangiz, pasportini chiqarib, bolasi tug'ilgan sanani ko'rsatadi. Ko'p bolali onalar bir dona tana, 8 ta quloq, 9 ta qo'l va o'zi tashlangan nerv tolalari bilan yashaydigan super organizm. Ko'p bolali ona kuniga 7 marta telefonini yo'qotadi. 3 martasi sovutgichdan, 2 martasi kir yuvish mashinasining ustidan, qolgan vaqtlari o'zini qo'lida bo'ladi. Ko'p bolali ayolning bir haftada kamida 2 marta hammadan qochib ketaman degan rejasi bo'ladi. Ammo 10 daqiqada bo'pti, faqat 1 soat dam olsam bas rejimiga o'tadi. Bitta bola ayolga ona bo'lishni o'rgatadi. Bitta bola sabr qilishni, 3ta bola esa bosh og'rig'iga chidashni, bitta bola ayolni nerv tolalarsiz yashashga o'rgatadi. Ko'p bolali onani ko'rgach, voy bechara deb rahmingiz kelmasin. Ular eng baxtli, eng kuchli va eng kulgili ayollar. Har bir bolaning orqasida bitta qahramon bor. U ham hozir mana shu relsni ko'rib, jilmayib o'tiribdi. Ko'p bolali onalarga jo'natib qo'yamiz.